Assalomu alaykum hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva mol qo'y ishqibozlari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrli aka-uka, opa-singillar. Bugun Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani G'ishmon qishlog'ida Siloschi akamizning xonadoniga kelganmiz. Obunachilarimiz bilan bir salomlashib olaverasiz aka. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, bu yerda silosimiz bor ekan, mana hozir yaqindan olib ko'rsatamiz. Qaranglar mana. O'ta mayin, o'ta ham bir yegan mol maza qiladigan, zo'r bosgan ekan, yaxshi teparagan ekan. Olish qiyin bo'ya. Makkalari ham serob ekan, qaranglar mana. Mana makkasi. Mana. Sifat zo'r. Xullas, buni novoslaringga bersalaring vesi ko'payadi. Sigirlaringga bersalaring suti ko'payadi. Haqiqatda suti ko'paytiradigan sifatli zo'r narsa ekan. Azbi ham shetda akalar. Syonka jarayonida Azbi. Azbi! Qayerdan kelib qoldingiz? Cheklanmagan miqdorda siloslari bor ekan. Vodiy bo'ylab ham yetkazib berishaverar ekan. Xullas, O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi kelishilgan holatda qilib beradi. Tavsiya qilaveramiz. Bir achigan, bir mog'orlagan joyini topolmayapman akalar. O'shna joyini topish kerak. Mog'orlagan joyi qayerda buni? Yo'qmi mog'orlagani? Umuman mog'orlagan. Nimada bosgansizlar, zo'r bosilibdi. Samsung traktorda ovora bo'lib bosishgan ekan. Oyoqda tepalab qo'yavermabsizlar. Dag'da mana qaranglar. Bu texnologiya deydi-yu, paqirda orqasini teshib olishibdi. Qiynalmaydi, qaranglar. Zo'r. Kilalab, gramiga to'g'irlab o'lchash. Tarozlang ish qilib, to'g'rimi? Tarozlang to'g'ri ko'rsatamiz ish qilib. Men chiqsam ko'taralarmikin bu taroz? Tarozdan urish nimasi yo'q-a? Nechi ko'rsatyapti akalar? 85. Xo'p, esim og'irlashib ketdi. Meni semirib qolibman. Tarozda nima qilishmaydi ekan? Gramiga to'g'irlashyapti. Buni bitta qopning ichida necha kilo bo'ladi? 18 kilo. Hamma standart 18 kilomi yo 20 kilolarni ham qilib beraverasizlar? 20 kilolarni ham qilib beraverasizlar. Hozir ko'proq 18 kilolarni yaxshi ketyapti. Hozir mana bu yerda dastlabki qilib laboda qayerga ketyapti endi bu? Farg'onaga yetkazib beryapsizlar. Olib tashlab berasizlar. A'lo desa hisob. Jang qimillaganga sotaverasiz. Molga ham, qo'yga ham bo'laveradi. Endagi asosiy narsa kilas nechi puldan? Nechi puldan beradi aka? Bularga qolsa 100 so'mdan ham beradi. Dangal narxini aytavering. 17 ming so'mdan 18 kiloligini. Agar ko'proq olsa, arzonroq qilib beradi. Ko'proq olsa, shu inson mana tiliga javob beradi. Qimillasa hisob, gapirsa hisob. 18 mingdan 17 kiloligi. 18 kiloligi 17 mingdan. Agar mabodo menga nimada kerak, zilda kerak, Furada kerak desa ham qilib beraveramiz. Furada kerak ham qilib beraverasiz. Qaranglar, qoplab tashlashibdi. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka, telefon nomerni aytamiz. Telefon nomer. Shogird bolam qarang, syonkan qaranglar. 18 kiloligi 17 mingdan. Qaranglar, zo'r ekan. Bu aka silosiz necha kun turib beradi? Turaveradi 2 oy, 3 oy. 2 oy turib beraveradi, javob a. Xudo xolasa. Teshib qo'ymasa 2 oy 3 oy turaveradi. Salqin joyga qo'yib qo'yish kerak.
Qoplab to'ldirib. Qancha silos bor aka mana shu yerda? Bu yerda o'zida hozir 200 tonnaga yaqin bor. 200 tonnaga yaqin. O'zi qancha silosingiz bor? O'zi ko'p, 1000 tonnadan oshiq silosi bor. 1000 tonnadan oshiq bor. Cheklanmagan miqdorda ekan-a, liboy время silos bo'ladi. Kimga zaril bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Xolasalaring ulgurji, xolasalaring buni ham maydalab qopda, xolasa furaga yuklasin, xolasa zilga, xolasa traktorga deya, laboga ham yuklab beraveraman deya. Yetkazib berishi bor. Vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab kelishgan holatda. Misol mana shu 18 kiloli qopni bunda ko'tarib olib ketaman siz. 17 ming berib olib chiqib ketaverasiz. Oma silosini yaxshi ekan, o'zim ham olyapman. Yaqin 120 qop olyapman. Misol sigirga bersa sut ko'payadigan yaxshi silos ekan. Novosga bersangiz bes ko'payadi shu. Nomerlaringni aytinglar. 94 164 94 60. Azbe siz ham shu yerda yuklab berasizmi kelishsa? Kelishsa yuklab beraveramiz. Azbe ham shu yerda. Hech bo'lmasa Azbeni ko'rib lakni bosib qo'yinglar. Yana bitta nomer bor. 77 100 100 14 83. 14 83. Mana shu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ysin. Ha bo'ldi, aytaman, obuna bo'lib qo'yishadi. Linkini ham qo'yib ketamiz. Orqasiga yemxonani bor. Bo'ldi, yem ham bormi aka? Yo'q, mo silosga qo'shib, kepe-mepelarni ham, kunjaralarni ham tuz hamma yo'qacha bor. Mol, qo'y, ot, Dastlabkasi ham bor. echki nimaga qana yem kelsa, hamma yemdan bor ekan-a. Hozir ko'rsatamiz. Dastlabkalari ham bor. Mana akalar silosga qo'shib, kepeda yuklab ketishyapti, qaranglar. Dastlabki tekini mana bir qop kepeda oldi. Silosdan kasqigan ekan, silos mana yerda yuklab beryapti mana. Kelib olib qo'lingizni changga botirmaysiz. O'zlari yuklab, o'zlari olib borib berishadi. Menga mana unaqa yem kerak desa hisobi? Hisob. Ha, shuni ichi to'la yem mana. Xola kunjara bormi, un bormi, kepek bormi, patron granula kerakmi? Mo nima aka bu? Kunjara. Kunjarasigacha bor ekan, ey. Qayta ko'rgan uyingizda ishda bo'lsangiz akalar, ishda bo'ladigan vaqtlar yo'q bo'lsa, uyim mana yerda, lakasasi mana u, nomer mana uyga borsang pulni olib berishadi sizlar. Olib borib, tushirib, pullarini hisob-kitobini qilishib, nima qilishaveradi. Mana tuz so'raganga tuz. Chorva hayvoniga nima kerak bo'lsa hammasi bor. Bu non yopsa ham bo'ladimi ularda ikkinchi sort? Yo'q, non yopsa bo'ladi. Non yopgan-a bu asosan. Nonga. Ikkinchi sort molga atalab-atalaganmi bu? Bor. Bor. Zo'r. Kepe. Kepelar bor, hamma yo'q. Arzonmish qilib dastlabkanligini tiqib qo'ymaysizlar buni ichiga. Yo'q, arzon. Kelishgan narsalarda. Bu qanaqa patron bu endi? Novosibirskiy, rossiyskiy patronlardan bor ekan akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu aka xizmatlaringda 24 soat telefon qilib bezor qilib tashinglar. Voydod bo'ldi, videoni olib tashlang devorsin. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Qo'shilaman gapingizga. Liboy narsa bor. Istaklaringni bajo qilamiz. Uylaringga olib borib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Faqat yaxshilikda yaxshi kunda ko'rishaylik.